Nimaga bo'yi uzun yigitlar kichkinagina bo'yi past qizlarni yaxshi ko'rishadi? Nimaga bo'yi past yigitlar bo'ylari uzun kelishgan qizlarni yaxshi ko'rishadi? Bilasizlarmi? Yaqinda shu savolni bir yigit menga yuborgan va onam faqat bo'yi uzun qizga uylantirmoqchi. Dilnoz opa, menga esa bo'yi kichkina past qizlar yoqadi. Shuni onamga tushuntirib bera olmayapman. Shu haqda ozgina gapirib bering, men onamga ko'rsataman sizning gaplaringizni deb menga iltimos bilan chiqqan uchun shu haqda video qilmoqchiman bugun. O'zi tabiatan shunaqa har doim bo'ylari uzun kelishgan yigitlar har doim bo'yi kichkina qizlarni yoqtirishadi, chunki bo'yi past qizlarning oldida o'zlarini как himoyachi deb his qilishadi, haqiqiy erkak deb his qilishadi. Shuning uchun har doim bo'yi past qizlarga qizlar bilan отношения qilishi yoki bo'yi past qizga uylanishni xohlashadi. Bo'yi past yigitlar bo'lsa har doim bo'ylari uzun kelishgan qizlarni yoqtirishadi. Nima uchun? Ertaga kelajakda bolalari bo'ylari uzun, bo'ydor bo'lishi uchun. Chunki ularning yoshligida ko'pchilik kamsitishadi. Bo'yi past bo'lgani uchun yoki fizkulturada oxirgi o'rinda turgani uchun yoki armiyada o'sha oxirgi qatorda turgani uchun ertaga meni bolam oxirgi o'rinda turmasin, har doim ko'rinib tursin, bo'ydor bo'lsin deb har doim bo'yi uzun qizlarga uylanishni xohlashadi. Bu tabiat qonuni. Xullas, agar sizni ham, ayolingizni ham bo'ylari uzun bo'lsa, farzandlaringizning 80% bo'ylari uzun bo'ladi. Agar faqat turmush o'rtog'ingizni bo'ylari uzun bo'lib, sizni bo'ylaringiz o'rta